Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi mavzu reyestr haqida. Bizga kelib tushayotgan savollarga bitta mana shu videoda javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Chunki juda ko'pchilikdan kelayotgan savol bir xil. Qanday qilib reyestrdan chiqsak bo'ladi? Reyestrdan chiqish uchun Rossiyaning o'zida turib asoslar bo'lishi kerak. Asoslarga nimalar kiradi? Siz Rossiya Federatsiyasiga ishlashga keldingiz. 15 kun ichida migratsion uchetga turdingiz, ya'ni registratsiya oldingiz. Keyingi etap patentga topshirildi. Patent oldingiz. Patent olgandan keyin ofitsial ishga joylashdingiz. Trudovой договор oldingiz va уведомлениyalar ikki tomonlama yuborildi. Ish beruvchi tomonidan 3 ish kuni mobaynida va siz tomoningizdan patent chiqqan kundan 60 kun ichida yuborildi. Dokumentlaringiz mana shunday holatga kelganda ham siz reyestrga tushib qolsangiz, demak xatolik bo'yicha siz reyestrga tushib qolgansiz. Siz qaysi rayonda registratsiyada turgan bo'lsangiz, ana shu rayonning отдел по вопросам migratsiya bo'limiga ariza bilan chiqasiz, dokumentlaringizdan kopiya olasiz va zaявление qoldirib kelasiz. Sizni reyestrdan chiqarishlari uchun. Sizni reyestrdan chiqarishlari 3 kundan 15 kungacha ko'rib chiqadi va sizga ofitsial javob beradi. Agar asoslar yetarlicha bo'lsa, reyestrdan chiqaradi yoki Rossiyadan chiqib ket deb maslahat berishadi. Ikkinchi holat, mana shu dokumentlardan birontasi sizda bo'lmasa, demak sizda bittagina yo'l bu Rossiya Federatsiyasidan bir hafta yoki 10 kunga chiqib ketish. O'zbekiston yoki Tojikistonda turib go'susligi orqali tekshirib ko'rasiz. Reyestrdan chiqqanligingizga amin bo'lganingizdan keyin bilet olib, yana qaytib kirib, shu joydan davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Agar sizda savollar qolgan bo'lsa, opsioniyadagi nomerlarga telefon qilib bizga murojaat qilishingiz mumkin. Har bir savolingizga javob berishga harakat qilamiz.